Direktga beriladigan ko'p savollarga bugun qisqacha javob berib ketaman. Ko'rganinglardek, mitti dasyorim o'g'lim har doim yonimda qarashib yuradi. Tushunganinglardek, men uy bekasiman, o'z oshxonasini qirolichasiman. Men har kuni shunaqa sveji shirinliklar tayyorlayman. Pirojnilarning orasiga qanaqa kremlar qanaqa deganlar uchun ko'rshi qanaqa qalinlikda bo'lsa, kremlari ham shunaqa dobri solingan bo'ladi. Bizani shirinliklarni yeb ko'rganlar biladi. Buni ko'rsatganim izuminki, orasi magizli, yoshlarga ham, yosh kattalarga ham birdek yoqadigan, gemoglobinlarni ko'taradigan, og'zida eriydigan shirinligimiz shunaqangi mazali bo'ladi. Har kuni tayyorlagan narsam har kuni sotilib ketadi. Buni bugungi klientimiz shuni ikkiga bo'lib, bittasini ko'tarib, bittasini kichkinaroq qilib bo'lib dastavkaga chiqazib bersangiz dedilar. Men yoniga yana shunaqa chiroyli kartoshkalardan qo'shib, logotipimiz yopishtirilgan korobkalarga solib, upakovka qilib chiqazib yubordim. Egalariga osh bo'lsin. Ko'rib turganinglardek, bizada hamma narsa sveji tayyorlanadi. Yana qanaqasidan qiziqtirayotgan savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib ketinglar, keyingi videolarimda javob beraman.